Yetövering. Ha, boş. Men mana yo'ldosh Bahram Ishun mahallasi Shaxslar ko'chasi 46-uyda yashaymiz. O'g'lim G'oibnazarov Javohir nomiga hokim yordamchisi tomonidan 10 million so'm kredit oldik. Mana ana shu molni oldik. Xudo xolasa bundan niyatlarimiz katta. Mana undik, tovuq, 30 dona aldık. Xudo xolasa buna bakıp bunu ko'paytirish niyatimiz. Bundan boshqa odamlarga ham tavsiya qilishni o'zim Şunun bak siz şundan da ünlü buldunuz. Köyünüzde oldu. Gönlümüz Bu ko'p. fayda kılsa boladı ekan, doğru mu? Foyda qilsa bo'ladi, va Başkalarını tavsiye kılasın. tavsiya qilamiz. Şimdi yılına neçe so'm daromad qilishni mo'ljallab tursiz? Ko'rishni. Xudo xolasa bundan 50-60 million daromad ko'rishni niyat qilib turibmiz.